Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Jizzax qishlog'ida yashovchi Quvonchbek bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz qanaqa bugun? Yaxshi. Har doim a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Bugun hamma uchun ham, qadrdonlaringiz, yaqinlaringiz uchun ham o'zgacha kun ekan. Qarshi olgan 20 yoshingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, bor bo'ling. Tanajoningiz sog' salomat bo'lsin, yigitboshingiz omon bo'lsin. Bugun ayni damda oz bo'lsa-da sizga shodlik ulashaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali sizga qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi opangiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan o'ziga xos tabrik xatlari, dil izhorlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz, ukajon? Bugungi dilnomalarni aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Ayamdan, singlimdan, yaqinlarim, xolamlar. Avvallari ham olganmisiz shunaqa tabriklar g'oyibona tarzda? Olinadi. Kim yo'llab turadi ko'proq? Bugunchi bugun kimdan kutyapsiz? Albatta, hammalari uchun eng aziz insonlari, faxrlari ekansiz. Bugungi tabriklarni esa sanab o'tgan barcha mehribonlaringiz nomlaridan sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radigan mehribon singiljoningiz Sabrinaxon yo'llagan ekanlar. Baxtlariga omon bo'ling. Aytdilarki, akajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun oz bo'lsa-da kayfiyatlarni ko'tarishga harakat qildim. Tabriklar yozdim. Shularni o'qib eshittiring, chunki doim ham ko'zlariga qarab, dilimdagilarni ochiq ayta olmayman. Aytganim sari qancha rahmat aytsam ham kamlik qilaveradi akajonimga. Doim meni xursand qiladilar, himoya qiladilar. Ular borlarki, men o'zimni hamisha xotirjam his qilaman, yaxshi ko'raman akajonimni dedilar. Rahmat. Baxtlariga omon bo'ling. Aytganlaridek singiljoningiz o'zlari mehr bilan alohida yondashib, chiroyli tabriklar yozganlar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Qadri tengsiz, qadri tog'lardan-da baland bo'lgan aziz va ardoqli akajonim. Bugungi go'zal ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Akajon, bu kun nafaqat siz uchun, balki sizdek akasi bor, mendek singlingiz uchun ham eng ajoyib kun. Men uchun suyanch, tirgak, hayotimning eng mustahkam ustuni bo'lgan insonimsiz. Sizning borligingiz menga kuch, ishonch va baxt bag'ishlaydi. Hayotning qaysi sinovlariga duch kelmay, har doim yonimda sizdek mehribon, oqil, sabrli, saxovatli akamning borligi meni yurak-yurakdan quvontiradi. Siz mening qalqonim, suyangan tog'imsiz. Hech qachon dard, g'am, tashvishlar boshingizni egmasin. Yuzingizdan tabassum, yuragingizdan baxt ayrimasin. Yana uzoq yillar birgalikda yonma-yon orzu niyatlaringizga erishib, sog' salomat bo'lib, yaqinlar bag'rida birga yuraylik. Akajonim, bugungi kun siz uchun ham, biz uchun ham eng ulug' kun. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizni chin yurakdan yaxshi ko'raman. Siz akalarning eng zo'risiz, mehribonim. Boringizga shukr. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Robbim rizq ro'zingizni keng, martabangizni baland qilsin. Aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Siz sog' bo'lsangiz, biz barchamiz baxtiyor bo'lamiz, chunki sizni borligingizning o'zi biz uchun baxt. Sizlar qaddim ega olmaydi g'am. Shashtim ko'rib g'anim boshi ham, hayot yo'lim yoritguvchi sham. Boringizga shukr akajon.
betob bo'lsam boshim silagan, Xudoyimdan sog'lik tilagan, sajdasida duo aylagan, boringizga shukr akajon. Bo'ling panoh doimo bizga, kiring deyman ilohim yuzga, aylanmasin umringiz kuzga, boringizga shukr akajon deb chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar singiljoningiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz biroz bo'lsa-da ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Ancha ko'tarildi. Har doim quvonib yuring. Nafaqat singlingizni, balki barcha oila a'zolaringizning ham eng aziz insonlari, faxr iftixorlari ekansiz. Bugun sizda ham imkoniyati bor. Yaqinlaringizga fursatdan foydalanib nimalar degan bo'lar edingiz? Singiljoningizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Bu baxtimga sabr bo'lsin. Hammasi yaxshi ko'raman, singlimni. Hammalarni yaxshi ko'raman. Mashalloh, albatta shu mehr muhabbatingiz sabab barchalari ham sizni e'zozlab bugun chiroyli duolarni yo'llashgan. Hamma ezgu duolar sizga hamroh bo'lsin. Erkatoy singiljoningizni suyangan tog'lari bo'lib dunyo turguncha turing ilohim. Rahmat. Rahmat, omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'zlaringizda to'lib turar mehringiz, o'zingizga o'xshasin o'g'il qizingiz, g'am tashvishlarim aritguchi qalqonim, yaxshiyam siz bor baxtimga akajon. Aka desam jo'shib ketar yuragim, uzoq umr ko'ring shudir tilagim, Allohimdan duo qilib so'radim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Bolaligimiz o'tdi bitta hovlida, sho'xliklarim haddan oshdi gohida, malol olmay ko'targan erkaligimni, yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim, akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Betob bo'lsam otamdayin parvona, jon berguday turar boshimda mardona, baxtim butun qaddi baland qo'rg'onim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Siz bor yuragimda armon yo'q, yo'q, ota onam duoda ko'ngil to'q, to'q, uchar bo'lsam osmonlarga qanotim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim, akajonim, akajonim, qaddi